Siz qaranglar, xullas buni 200 mg ga damlash kerak, lekin men 300 ga qilaman, chunki aytganman sizlarga, shtomanga suyuqroq bo'lsa yoqadi. Qanaqadir yutumi yumshoq bo'ladi-da, qanaqadir mazza qilib ichaman-da, men mana qilib olaman. O'zi idishim bor bunaqa. Mana shunaqa kokteyl qilib olaman-da, olib ketaman. Ba'zida даже 400 mg qilaman-da. Muhimi mana shu bitta pochkani ichishinglar. Mana bo'ldi, уже aralashdi, zo'r tayyor bo'ladi, mazasi вообще zo'r bo'ladi. Bismillah, hozir ichib olaman. Voy, vishnalisi вообще zo'r. Bir ichgan edim, mazasi esimdan chiqqan ekan, juda ham zo'r. Bu bilan birga men Drain Effect choydan ichyapman. Mana yana уже bunisi ham tugayapti. Bu atoklarni ketkizadi, chiroyli ozishingizga yordam beradi. Osilib, qanaqadir ozmaysizlar-da.